Do'stlar uchun juda ko'p. Kira senpai, bizga Mirako senpai haqida gapirib bera olasizmi? Siz nima bo'layotganini bilasiz deb o'ylagandim. Sen bu Rentaro aytgan gapga o'xshaydi. Hammangizga hech qanday aloqasi yo'q. To'g'ri, lekin hayron bo'lmayman. U shunchaki g'amgin ko'rinadi. O'ylaymanki, men bu qanday ekanligini tushunaman. Ma'lum darajada yolg'iz odamlar uchun. Chunki men ham shunday edim. O'shanda Kira senpayning aytganlari meni rag'batlantirish uchun yetarli edi. Ertaga? Ha, nima hech narsa deb o'ylamayapman. Bugun kun bo'yi mashg'ulot o'tkazishga umid qilaman. Shunday qilib men yaxshi do'stlarim bilan kelishlarini so'radim. Va biz konsert uchun xodimlar sifatida ko'ngilli bo'ldik. U hali shu yerdami? Bu yerga qarang. Yakkaxon, konsertimga kelganingiz uchun rahmat. Men bu shouni qizg'in o'tkazaman. Shuning uchun men bilan birga bo'lishga rozimisizlar? Men aytmoqchi bo'lgan qo'shiq meni o'zimni juda ham ko'p to'kdi. Shunday qilib bugun kutib tur. Hammalaringiz kimsizlar? Bu juda aniq emasmi? Tushunmayapsanmi? Biz seni shu o'yinni buzgani keldik. Biz seni basharingni yo'ramiz. Seni ko'rsam huskim kelyapti. Nima? Bu skitma yoki boshqa narsami? Yo'q, bu yerda nimadir neto. Men sizlarni tushundim. Sizlar menga hasad qilyapsizlar. Hasad qilgan odamdan qayg'uliroq odam yo'q. Shunday emasmi? Janorga nima deyapsan? Gap shundaki, bizda boshqa bunday imkoniyat bo'lmaydi. Uni o'rab olinglar. Idol qarshi kurashadimi? Bunga ishonchingiz komilmi? Butun maktab bo'ylab uzatilmoqda, to'g'rimi? Nimadir bo'layotganda bizani ayblamang. Shu yerda to'xtang. Sizlar kimsizlar? Bizga qahramonlar kerak emas. O'zlaring ishlaring bilan shug'ullan, la'natlar. Bu nima? Men sizni yolg'iz tashlab keta olmadim. Ha. Sen nimasan? Ahmoq. Ha. Mening ahmoqligimga chidashga tayyor do'stlar. Agar boshliq nima desa, biz shuni qilamiz. Menga shunchaki kimnidir tomosha qilish yoqmadi. Maktabga kirib xohlagan ishini qilish. Sizlar Qani, boramiz. avvallari u do'stlari haqida qayg'uradigan xushmuomala bola edi. O'rta maktabda u ko'tarila boshladi.
va ularni qo'llab-quvvatlashiga ishondi. Ammo bir kun ishongan do'stlari unga xiyonat qilishlari mumkin. Bu unga tepada bo'lish muhim ekanligini anglatdi va do'stlik rishtasi shunchalar zaif ediki, u ishonmay qoldi. Va do'stlikka tupurdi va u ishonmay qoldi. Lekin u hozir sizlar bunday afsusdamiz. Hammasi joyida. Yurt atrofidagilar ajoyib. Hammasiga jin ursin. Sizlar meni mag'lub qildinglar. Siz juda ham yengilsiz, xuddi qizlar kabi. Hey, Unda nega haqiqatni aytmaysan? yo'q, men aytganimdek. Men hazillashdim. Endi o'g'ilmisan yoki qiz, menga farqi yo'q. Rahmat. Hey. Yetarli. Ahmoq Hinako. Men bu yerda bo'lganimda, u Mirako. Bunga shunchalik yaqin bo'lishiga ishonmayman. Bo'z. Qo'shiqni eshitishingiz mumkin. Mening yaxshi do'stlarim bu yirtqichlarga g'amxo'rlik qildi. Endi bu qo'shiq bilan sizlarga ozgina bo'lsa ham quvonch ulishaman. Yotakun. Bu tomonga qarang.